Grant ta'lim maktabining boshlang'ich va o'rta sinf o'quvchilari ochiq osmon ostidagi maqsadli bir kunlik amaliy mashg'ulotlari doirasida Oqtosh bolalar sog'lomlashtirish oromgohida bo'lishdi. Musaffo havo, faoliyatga boy kun o'quvchilarimiz uchun nafaqat hordiq, balki jismoniy va ruhiy sog'lomlanish, do'stlar bilan ochiq muloqot qilish, jamoaviy o'yinlar orqali ijtimoiy ko'nikmalarni mustahkamlash imkoniyati bo'ldi. Bunday tashabbuslar o'quvchilarda jamoaviylik, do'stlik va faol ishtirok ruhini mustahkamlaydi. Ayniqsa tabiat qo'ynidagi bunday mazmunli dam olish ularning keyingi dars jarayonlarida yanada faollashishga, kuch-g'ayrat bilan fanlarni chuqur o'zlashtirishga ijobiy turtki beradi. Zehnni sharhlovchi saboqlar, qalbni quvontiruvchi damlar uyg'unlashganda ta'limda baraka, tarbiyada esa samara yuzaga keladi. Bizda hali bunday mazmunli lahzalar ko'p bo'ladi. Biz bilan qoling va kuzatishda davom eting.